Nima sababdan ko'plab o'quvchilarimiz aynan Madina Bono o'quv markazini tanlashmoqda? Keling buni o'zlaridan so'rab ko'ramiz. Nima sababdan aynan Madina Bono o'quv markazini tanlagansiz? Zo'r o'rganch. Madina Bonova sohib ustoz borliklari uchun. Bu yerning atmosferasi ham zo'r, natijalari ham bomba chiqadi, o'qituvchilari ham nomer 1. Ta'lim sifati yaxshi, o'qituvchilarini, dars jarayonlari, dars o'tish. Bu yerdagi o'qituvchilar o'z fanining eng zo'rlari. Sertifikat olish uchun matematika fanidan. O'qituvchingiz? Facebook Smatillayev. Eng zo'r o'quvchilar borligi uchun, darslari zo'r o'tgani uchun. Bolalar uchun kurslar borligi uchun. Chunki men tanlagan o'qituvchilar shu yerda dars beradi. Asl VKda qancha o'rtoqlarim o'qiydi, o'shaning uchun o'zim uchun shu yerdan afzal ko'rdim va shu yerda haligacha o'qiyapman. Chunki u yerda ustozlar kuchli va sharoitlar ham o'quvchilarga nisbatan yaxshi yaratilgan. Xolmatov Davrbek va Sohiba Gadoyeva kabi jonkor o'qituvchilarimiz bo'lganligi uchun men Madina Bono o'quv markazini tanladim. Brainlab jamoasi uchun. O'qituvchilari oliy toifali, yaxshi o'qituvchilar. Shuning uchun tanlaganman. Sharoitlar yaxshi, Madina Bonoda keyin erkinlik bor maktabga nisbatan. Chunki yerda tajribali o'qituvchilar ko'p, hammasini dars o'tish shunaqasi menga yoqadi. Shuning uchun men tanlaganman. Natijalar kuchli bo'lgani uchun. Sohib bo'yicha yaxshi dars o'tadilar. Do'stlarim taklif qilgani uchun O'qishga kirish uchun, yana sertifikat olish uchun. Nima sababdan Madina Bono o'quv markazini tanlagansiz? Eng yaxshi va eng sifatli bo'lganligi uchun. Nima uchun Madina Bono o'quv markazini tanlagansiz? Yaxshi bo'lgani uchun. sifatli bilim beradi. Shu sertifikat A+ darajasi olish. Shu Sardor aka shu yerda o'qitayotgandi. Chunki o'quv markazi yaxshi, zo'r, o'qituvchilari Hamma o'qituvchilar zo'r, o'qituvchilar yaxshi, hamma o'ziga o'qib, ishonib kelishadi. Shuning uchun men shu yerga kelaman doimo. Opchalarimdan, akalarimdan shunga borib yurgani uchun maslahat berishga. Vakatsiyasi qilaylik. Menimcha Yangi yer bo'yicha boshqa o'quv markazi yo'q. Eng yaxshisi ham shu. nimaga Madina Bono tanlaganman? Yaxshi markaz bo'lgani uchun.